Narxidan boshlaymiz 65 ming. Sotiga 6 sotik, xonasi 5 xona. Gazi, suv, sveti bor. 4 burchak, orqa tomonda yana joyi ham bor. Bu yerda zeleniy zonaga ancha joy qoldirilgan. Kirishimizga garajga bitta naves qilganlar. Bu hayvon. Xullas mana shu yerda turaveradi. Ancha-muncha hayvon deydi-yu. Tashqaridan ko'rsataylik. Lokatsiyamiz xullas aytdik. Sababini bitta qo'y boqsa bo'ladi, shuni aytgan biz hayvon tursa bo'laveradi. Mana yerda mana chiqishimizda bu tomonimiz 911 Marg'ilon, bu tomonimiz Sarmazorgacha ketadi. 1A manadan 15 xullas damaslar bor. Uyimizning oldida ariq o'tgan. Ariq ichida balchiq, lak bosmagan manaqa chiq. Maqolda iti bizda. Suvni ko'ryapsizlar, tiniqligini. Tiniqligini, u qara iPhone tiniq deydi-yu, xuddi shu mana shu yerda ekan. Maytga bitta burchatgani bosasizlar, topgan pullarni mana shu yerga rasxod qilsalar ham, xudo xolasa, maza qilib yashaysizlar. 65 ming narxi. Uyda oldini sifatini ko'ringlar bitta. Uy zo'r. Xonmen aka. Asfalt bo'lgan ko'cha. Qo'shilada gaz bor, bu yerda ham gaz to'lov qilib qo'yilgan. Suv bor, svet bor. Mana shunaqa joydan kim so'ragan bo'lsa, bitta jo'natib qo'yamiz, jo'natmaganlar o'zi biladi. Ko'p gap eshagi uy, короче, bittalar kommentariy. Sizlarda mana shu yetar, qolganini o'zimiz hal qilib olamiz. Sog' bo'linglar.